Bulochka qilsam, xamirlari oshmay, o'xshamay chiqadi yoki ertasi kuni qotib qoladi bulochkalarim desangiz, unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Sizga 3 ta sir-asrorlarni o'rgataman. Birinchi bo'lib iliq suv, sut solamiz va bitta siri eng ishonchli dro'jlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Men Farima dro'jlaridan foydalanaman va ikkinchisi qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir qilib olishingiz kerak bo'ladi. Agar un ko'p qo'shib qo'ysangiz, xamiringiz ishmay, o'xshamay chiqadi. Har bir jarayondan keyin, ya'ni xamirga ishlov berganingizdan keyin uni 10 minut orasida oshirib xamirga ishlov berib olamiz. Endi boyagi butun xamirimizni 8 ta bo'lakka bo'lib, 4 tadan ajratib, ustma-ust qilib, yumshoqqina xona haroratidagi sariyog' surib chiqamiz. Bu ko'rasalarimizni ichi g'ovay-g'ovay bo'lib chiqishini siri hisoblanadi. Bulochkalarimiz orasiga elitda varyoniz gushonkalardan foydalandim. Nega aynan bu varyoniz gushonka? Sababi ichiga solsam oqib ketmaydi tashqarisiga chiqib. Shu bilan bulochkalarimizni pishirib olib, asal qiyomga botirib olamiz.